Kelgan joylarda shaharlar alangaga o'ralar, ketgan yerlarida esa imperiyalar tuproqqa singardi. Ismi tilga olinganda sevgi va nafrat birga uyg'onardi. Ammo bir tuyg'u doimiy edi. Uni unutishning iloji yo'q. Oddiy bir inson emas edi. Nafas olayotgan afsonaga aylangan edi. Boshlangan yurishi esa oddiy yurish emas, bu harakat, bu g'alaba izlovchi yurakning dunyoga tashlagan chaqirig'i edi. Makedoniyalik buyuk Aleksandr sarhadlarni emas, xalqlarni birlashtirishni xohlagan inson. Bu hikoya faqat afsona emas, haqiqat. Bu qudrat bilan iztirob, jasorat bilan yolg'izlik oralig'idagi yo'l. Qirol Filip qattiqqo'l, g'azabli, ichkilikka ruju qo'ygan, biroq muvaffaqiyatli sarkarda edi. U Spartadan tashqari barcha Yunon shahar davlatlarini yagona bir kuch ostida birlashtirishga erishdi va aynan o'sha kuni uning o'g'li tug'ildi. Ismi hech qachon unutilmaydigan Aleksandr. O'sha davrda Yunonistonda bolalar hali yoshligidanoq nihoyatda og'ir tarbiyaviy sinovlardan o'tardi. Ochlik, kaltaklash va boshqa qattiq jismoniy jazolar oddiy hol edi. Filipning o'g'li Aleksandrning temir duvulg'a kabi baquvvat, bardoshli inson bo'lib ulg'ayishini istardi. Ammo Aleksandr jismonan nimjon va ruhan juda nozik, onasining etagidan uzilmaydigan bir bola edi. Aslida uning butun hayotini shakllantirgan yagona ayol ham onasi bo'lgan. Yunonlar orasida onasining afsonaviy Axilles naslidan kelib chiqqaniga ishonishar edi. Shu sababdan Aleksandrning bolalikdagi qahramoni ham aynan Axilles edi. Tarixiy manbalarda aytilishicha, Aleksandr hayotidagi deyarli hech bir kechani Axilles haqidagi dostonlarni o'qimasdan o'tkazmagan. Uning ustoz va dunyoqarashini shakllantirgan inson esa mashhur faylasuf Aristotel edi. Aleksandrning birinchi buyuk g'alabasi na ulkan lashkarlarga qarshi, na kurash maydonida raqiblarga qarshi bo'lgan. Uning ilk g'alabasi oti Busefalga qarshi edi. Busefal qora rangli, yirik va hech kim bo'ysundira olmaydigan bir ot edi. Shuning uchun har qancha go'zal bo'lmasin, uni hech kim sotib olmoqchi emasdi. Ammo Aleksandr otning dardini tushungan edi. Busefal o'z soyasidan qo'rqardi. Aleksandr uning yuzini quyosh tomonga burdi va shu bilan ot o'z qo'rquvini yengdi. Bu voqea hatto jahl bilan tanilgan otasi Filipni ham faxrlantirdi va Aleksandrga hayotidagi eng sodiq do'stini sovg'a qildi. Ular ma'lum dunyoning yarmini birga kezib o'tishadi. Miloddan avvalgi 336-yilda esa g'alati bir voqea yuz berdi. Makedoniya qiroli Filip bir tantanali qabulda o'g'lining ko'z o'ngida suiqasdga uchrab o'ldirildi. Bu suiqasdni kim uyushtirgani esa hech qachon aniq bo'lmadi. Kimlargadir ko'ra Fors imperatori Doro ishidir. Boshqalarga ko'ra esa Filip o'ziga yangi xotin olgani uchun g'azablangan xotini Olimpiya bu fitnani uyushtirgan. Aleksandrning qilgan ilk ishi o'sha davr an'analariga ko'ra hali beshikdagi o'gay ukasini va taxtga da'vogar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha shaxslarni yo'q qilish bo'ldi. Endi u to'laqonli bir shoh edi. Ammo u oddiy bir shoh emasdi. U noma'lumga, dunyoning oxirigacha borishni istagan bir shoh edi. Birinchi harbiy yurishlarini qo'zg'olonga chiqqan Yunon shahar davlatlariga qarshi amalga oshirdi va birlikni yana tiklagach 45 ming kishilik lashkari bilan Chanoqqal'a bo'g'ozidan o'tib Fors yerlariga kirdi. Endi sarguzasht boshlangan edi va u nima qilayotganini ham, bu yo'ldan ortga qaytib bo'lmasligini ham juda yaxshi bilardi. Chanoqqal'a yaqinida Troya shahri xarobalarini va u yerda joylashgan bolalik qahramoni Axillesning qabrini ziyorat qilgan Aleksandr tez orada forslarning mintaqaviy hokimi 40 minglik qo'shin bilan yaqinlashayotganini eshitib, darhol harakatga o'tdi va Fors qo'shinini yer bilan yakson qildi. Bu shubhasiz qadimgi dunyoning eng katta qudrat egasi bo'lgan forslarni hayratga solgan voqea edi. Axir endigina 20 yoshga kirgan bir yigit bunga qanday jur'at qilishi mumkin edi? Keyinroq Fors imperatori Doro Aleksandrga xat yozib, uni bola deb tahqirladi va unga
oltindan yasalgan o'yinchoqlar yubordi. Ammo Doro hali ham masxara qilgan insoni kim ekanini tushunib yetmagan edi. Bu sarguzashti yo'lga chiqqan sarkardalarning aksariyati Aleksandr bilan birga voyaga yetgan bolalikdan do'st bo'lgan odamlar edi. Ular makedoniyalik va yunonistonlik yaxshi harbiy ta'lim olgan askarlar edi. Aleksandrning yaqin kishisi esa do'sti va bir vaqtning o'zida erkak sevgilisi bo'lgan Hepastio edi. Aleksandr birin-ketin g'alabalarga erishib borar, Efes, Milet, Galikarnas, Sida kabi shaharlarni navbatma-navbat o'z yerlariga qo'shib borar edi. Zigzaglar chizib yurib, hozirgi Anqara deb ataluvchi markaziy Anadolu hududidagi Gardion shahriga yetib keladi. Bu yerda qadimiy bir afsona mavjud edi. Afsonaga ko'ra, Gardion shahrida bir tugun mavjud bo'lib, uni faqat butun dunyoni boshqarishga qodir bo'lgan odam yecha olardi. Bu tugunni Aleksandrning oldiga keltirishdi. Aleksandr uni diqqat bilan ko'zdan kechiradi va keyin qilichini chiqarib tugunni kesib tashlaydi. Anadolu shaharlarini egallab oldinga borayotgan paytda Antakiya yaqinida katta bir Fors lashkari yaqinlashayotgani haqida xabar keladi. Fors imperatori Doro bu safar yurishida o'z g'alabasini ko'rsatish maqsadida oilasini ham o'zi bilan olib kelgan edi. Taxminan 120 ming kishilik Fors qo'shiniga qarshi bor yo'g'i 45 ming Yunon askari turardi. Yunon lashkarining eng muhim bo'linmalari flangalar edi. Ular 6 metrlik uzun nayzalar bilan qurollangan yengil piyodalar bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri zarba berishga mo'ljallangan edi. Ikki qo'shin qarama-qarshi turardi va yana Aleksandrning o'tkir strategik taktikasi tufayli Fors qo'shini butunlay tor-mor etiladi. Imperator Doro jang maydonidan qochib ketdi. Bu holat Aleksandrning g'azabini qo'zg'aydi, chunki uning nazarida qanday vaziyat bo'lmasin, haqiqiy shoh hech qachon qo'rqib jang maydonini tark etmasligi kerak. Ayniqsa, o'z oilasini orqada qoldirib. Makedoniyalik Aleksandrning eng e'tiborga loyiq fazilatlaridan biri ham aynan shu edi. U janglarni hech qachon orqa safdan turib boshqarmagan. Doimo qo'shnining eng oldida qilich ko'targan holda jang qilgan. Ular hatto qadimgi Petra shahriga ham kirishadi. Bugungi kunda ham bu yerda Aleksandrning haykali mavjud. Endi navbat Misrga yetib kelgan edi. Aleksandr u yerlarni ham qiyinchiliksiz bosib oladi va xalq uni katta mehr bilan kutib oladi. O'sha davrda Misr va Yunoniston madaniyatlari bir-biriga juda yaqin edi. Misrliklar esa forslarni bosqinchilar deb bilishgan. Bu sababli Aleksandrni o'z qutqaruvchilari sifatida kutib olishgan. Aleksandr Misrning eng go'zal joylaridan birida, keyinchalik uning nomi bilan ataladigan Aleksandriya shahrini barpo etadi. U bu yerga ulkan kutubxona va dunyoning ilk xaritalaridan biri bilan mashhur bo'lgan ilm markazini quradi. Ammo aynan shu davrdan boshlab g'alati voqealar sodir bo'la boshlaydi. Yolg'izlik va ichki notinchlik bilan holdan toygan holda Liviya yaqinidagi Siva shahriga yetib keladi. Bu yerda qadimiy Amon ibodatxonasi joylashgan edi. Aleksandr ibodatxonaga kiradi va Amon ilohiga ibodat qiladi. U yerda nimalar sodir bo'lganini hech kim aniq bilmaydi. Faqat rivoyatlarga ko'ra Aleksandr Amon tomonidan ilohiy bir xabar olgan va ibodatxonadan chiqqanida ruhoniylar uni Zevsning o'g'li, ya'ni yarim iloh sifatida e'lon qilganlar. Aleksandrning ibodatxonada nimalarni boshdan kechirgani va u yerda qanday suhbatlar bo'lgani haqida afsuski aniq ma'lumotlar juda oz. Ammo bir narsa muqarrar. Uning vafotidan keyin 100 yillar davomida Misrda yashagan putparastlar uni xudo sifatida ulug'lashgan. Misrda qisqa muddat turgach, Aleksandr yana o'z lashkari bilan cho'llarni kesib o'tib, Doroning izidan yuradi. Doro bu safar o'z imperiyasidan ulkan qo'shin tuzadi va endi hech narsani tasodifga qo'yishga tayyor emas edi.
Fors va Yunon manbalariga ko'ra, bu safargi Fors qo'shini 200 mingdan 300 minggacha askardan iborat edi. Aleksandrning esa atiga 50 ming jangchisi bor edi. Ikki qo'shin jang maydonida yuzma-yuz kelganida forslar son jihatidan ham, yerning relyef ustunligi jihatidan ham afzallikka ega edilar. Lekin Aleksandr odatdagidan farqli bir ish qiladi. Qo'shinini burama shaklda safga tizadi. Bu urush tarixdagi misli ko'rilmagan strategiya edi. Va nihoyat ulkan Fors lashkari yana Aleksandrning o'tkir harbiy aqli bilan yer tishlatiladi. Doro qochishga uringan paytda Aleksandr nayzasini otadi, lekin nishonga tegmaydi. Ortidan quvadi, ammo yetib bormaydi. Shunday qilib, Fors qiroli yana jang maydonini tark etadi. Bu keskin va so'zsiz bir hukmdorlik edi. Yunonlar esa forslarning yuragi Bobil shahriga kirib boradilar. Shaharga kirganlarida ko'z o'ngida turgan boylik va dabdabani ko'rib hayratda qolishadi. Shunday darajadagi hashamat Yunon askarlarini ham xavotirga soladi. Ular bu boyliklar askarlarni buzib, dangasa va loqayd qilib qo'yishdan qo'rqishadi. Bu g'alabadan keyin olingan o'lja zamonaviy hisobda 60 milliard dollar qiymatida bo'lgan va shu boylikning katta qismi Aleksandrning askarlariga taqsimlab berilgan edi. Ko'p o'tmay Aleksandr yana sharqqa qarab yurishni boshlaydi. Dunyoning eng baland va eng og'ir tog' tizmasi bo'lgan muzli va yovvoyi Hindikush tog'larini 2 marta kesib o'tadi. Ayni damda Doroning o'zi yaqin odamlardan biri tomonidan o'ldirilganligi haqida xabar keladi. Mukofot kutgan bu odamlar aksincha ostirladi. O'zining ashaddiy raqibiga ham hurmatsizlik qilmaydi. Doroni Fors urf-odatlariga ko'ra Shohlar vodiysiga dafn ettiradi. Bu orada tog'larda yurib ketayotgan lashkarning orqasidan g'ayrioddiy bir voqea ro'y beradi. Aleksandrning eng yaqin do'sti va eng sevimli oti Busefal o'g'irlab ketiladi. Aleksandr chuqur tushkunlikka tushadi. Darhol tog'liklarga xabar yuboriladi. Agar otimni qaytarmasangiz, bu yerda odam degan narsa qolmaydi. Hamma qishloqni yoqaman. Qo'rqib ketgan o'g'rilar otni qaytaradilar. Aleksandr esa sevinchdan ko'z yoshlarini tuta olmaydi. O'g'rilar jazosini kutayotgan bir paytda ularni oltin bilan mukofotlaydi. Shu kunlarda u bir tog' qabilasi boshlig'ining qiziga uylanadi. Ba'zi tarixchilarning yozishicha, bu nikoh do'stlari orasida janjal va norizoliklarga sabab bo'lgan. Ammo vaqt o'tib, ular bir-biriga chin yurakdan bog'lanib qoladilar. Va nihoyat navbat Markaziy Osiyoga keladi. Bu yerlar turk dashtlari shunday sovuqki, muzning o'zi ham qaltirab ketadi. Bu yurish tarixiy manbalarda Aleksandrning eng qiyin yurishlaridan biri sifatida qayd etilgan. Osiyodagi ko'chmanchi qabilalar kuchli qarshilik ko'rsatadilar. Ba'zilari hatto g'alabaga erishadilar. Lekin Aleksandr shunday sarkarda ediki, u har qanday muhitga qo'shinini moslashtira olardi. U tez orada tushunadiki, bu xalqning eng katta ustunligi uzoq masofadan otish qila oladigan otliq kamonchilardir. Shu asosda o'z strategiyasini moslab, Aleksandr Markaziy Osiyoda ham g'alabalarni davom ettiradi. Samarqand ham shular qatorida. Yirik shaharlardan biri sifatida zabt etiladi. Aleksandr bu hududlarda va atroflarida jami 10 ta yangi shahar quradi va bu shaharlarning har biriga Aleksandriya deb nom beradi. Aleksandrning lashkari faqatgina yovuzlik va vayronaga yo'naltirilgan askarlardan iborat emas edi. Uning safida muhandislar, rassomlar, aktyorlar, faylasuflar, me'morlar, qullar va minglab hunarmandlar bor edi. U zabt etgan har bir yurtda o'z madaniyati va falsafasini ham olib borardi. Bu yurtlarni bosib olib, rahbarlarni o'zgartirmasdi, balki o'sha rahbarlarni mahalliy hokim sifatida lavozimida qoldirib, ularni o'z imperiyasi ichida ishlatardi. U na boshqaruv shakliga aralashdi, na dinlarga, na urf-odatlarga. Bu jihati uni odatdagi zabt qiluvchilardan keskin ajratib turardi. Endi navbat Hindiston yurishiga keladi. O'sha paytlarda Hindiston turli qirolliklarga bo'lingan ulkan diyor edi. Bu qirollardan eng qudratlisi Aleksandrning navbatdagi raqibi bo'ladi. Aleksandr jangni qisqa vaqtda yutadi, lekin jang paytida uning aziz oti Busefal halok bo'ladi. Bu Aleksandrning qalbini qattiq ezadi. U sevimli otini dafn etgan joyiga Busefaliya nomli shahar quradi.
ammo yurishlar to'xtamaydi. Aleksandr Hindistonning ichkarisiga qarab yuradi. Bu yerlarda ilgari hech ko'rmagan hodisalarga guvoh bo'lishadi. Sirli marosimlar o'tkazayotgan insonlar, sehrgarlar, g'alati kiyimli qabila boshliqlari, hatto maxluq deb ataydigan yangi hayvonlar. Ular cho'llarni, o'rmonlarni, tog'larni, sovuq yaylovlarni, ochlik va chanqoqlikni, o'lim va azobni yengib o'tib harakat qilishadi. Aleksandr Hind qabilalari, forslar va yunonlarni birdek inson deb bilardi. Ularga bir xil huquqlarni bergan. U hatto ularning madaniyatiga ko'ra salomlashishlariga ruxsat bergan. Ular kabi kiyinishdan ham cho'chimagan. Bu esa do'stlari bilan munosabatlariga ko'p bora putur yetkazgan. Musson yomg'irlari oylar davomida to'xtamay yog'ayotgan, askarlar esa ortga qaytishni, dam olishni istayotgan bir vaqtda Aleksandr ularni tinglaydi va tarixda birinchi bor askarlarning istagi bilan yurishni to'xtatadi. Afrika yurishni rejalashtirish maqsadida Bobilga qaytadi. Ammo ayni vaqtda eng og'ir yo'qotishni ham boshidan kechiradi. Sevgilisi va eng yaqin do'sti Hepastio vafot etadi. Aleksandr shu qadar eziladiki, butun imperiyada 2 yil motam e'lon qiladi. Kunlab Hepastioning jasadi yonidan ketmaydi. Xotini va sodiq do'stlarining yordami bilan biroz o'zini tiklaydi. Ammo oradan ko'p o'tmay fojia yuz beradi. Butun dunyoni o'zgartirgan bu ulkan yetakchi kasallik sababli bu dunyoni tark etadi. U na ko'rinishida qahramon edi, na o'limi qahramonga yarasharli bo'lgan. Na so'nggi so'zlari bor edi, na qilich zarbasi bilan yiqilgan edi. Ha, uning o'limi afsonaviy emasdi, ammo uning qilgan ishlarini kim takrorlay oladi? 13 yil degan qisqa muddatda 33,000 kilometr yo'l yurgan, son-sanoqsiz janglarda g'alaba qilgan va insoniyat tarixidagi ilk buyuk sarkarda bo'lgan edi. Vafoti chog'ida do'stlari imperiyani kimga qoldirasan deya savol beradi. U eng kuchligingizga deya javob beradi, ammo bu so'zni to'liq aytib tugata olmaydi va so'nggi nafasini oladi. Makedoniyalik Aleksandr faqat yerlarni zabt etmadi. U insoniyatning madaniy kelajagini abadiy o'zgartirdi. Hellenistik tafakkurni barpo etdi. Keyingi Rim imperiyasi, Yevropa, hatto butun dunyo tarixining asoslarini yaratdi. Uning o'limidan so'ng dunyoda Aleksandr haqida yozilgan maqolalar, dostonlar, kitoblar paydo bo'ldi. Hindlar uchun u afsonaviy qahramonga aylandi. O'rta Osiyoliklar uchun Amir Temur ham nomini tilga olgan buyuk sarkarda edi. Misrliklar esa uni butun asrlar davomida iloh sifatida sig'inib eslab kelishdi. O'sha davrda Afrikaning eng janubidan Osiyoning eng shimoligacha uning nomini eshitmagan odam qolmagan edi. Deyarli har bir xalqning afsonalarida u imkonsizni bajargan qahramon sifatida aks etgan. G'alabasiga qaramay, mag'lubiyatga uchragan Fors shohi Doroning onasi Aleksandrning o'limidan shunchalik g'amga tushdiki, kasallanib, ko'p o'tmay u ham vafot etdi. Aleksandr Bobil shahrida vafot etganida u Misr firavni sifatida ham tanilgan edi. Shuning uchun jasadi mungyalanib, Aleksandriya shahriga olib kelingan va unga maxsus tayyorlangan laxatga qo'yilgan. Asrlar davomida shohlar, imperatorlar uni ziyorat qilish uchun bu yerga kelishgan. Hatto Buyuk Rim imperatori Avgust ham Misrga kelib, Aleksandrning qabrini ko'rmoqchi bo'lganida unga boshqa shohlarning ham qabrini ko'rsatmoqchi bo'lishgan. Ammo u shunday degan: "Men bir hovuch o'lik emas, haqiqiy shohni ko'rgani keldim." Uning bir orzusi bor edi. Barcha xalqlarni yagona soyada birlashtirgan bir dunyo orzusi. Bu orzu ehtimol hech qachon ro'yoga chiqmaydi. Ammo u bilan birga eslandi va har doim u bilan birga eslanadi. Bugun Makedoniyalik Aleksandr deyilganida insoniyatning xayoliga ana shu orzu keladi. Aleksandr o'ldi, ammo orzusi yashamoqda. Agar tarixdagi eng buyuk hikoyalar va eng g'alati haqiqatlar ham sizni qiziqtirsa, biz bilan qoling. Chunki bu kanal asrlar izidan yuradiganlar uchun. Obuna bo'ling va insoniyat tarixini biz bilan birga qayta kashf eting.